Bu video darslik Skype programmasini yuklab olish va o'rnatish haqida bo'ladi. Skype programmasini skype.com sayti orqali yuklab olish mumkin va undan tashqari bu programma haqida kengroq ma'lumot olish mumkin. Yuklab olish uchun esa "Загрузить Skype" so'ziga bosamiz. Bosganimizdan keyin esa bizga oxirgi versiyasi taklif qilinadi. Skype для Windows so'ziga bosamiz. Bosganimizdan keyin kompyuterimizga Skype Stub.exe formatdagi fayl o'ta boshlaydi. O'tganidan keyin ustiga bosamiz. Запустить so'ziga bosamiz. Endi bu yerdan tilni tanlaymiz. Hozircha rus tilini tanlaymiz, keyinchalik o'zbek tiliga aylantirib olishimiz mumkin. Tanlaganimizdan keyin "Я согласен" so'ziga bosishdan oldin bu programmaning shartlari bilan tanishib chiqishimiz mumkin. Va keyinchalik "Я согласен" so'ziga bosamiz. Endi esa "Продолжить" yana bir bor bosamiz. Programma ustanovka bo'la boshladi. Bir necha daqiqa ichida ustanovka bo'ladi. Mana o'rnatib oldik. Endi esa ro'yxatdan o'tib, keyinchalik bemalol ishlatishimiz mumkin.